Toshkent viloyatidagi Zangiota va O'rta-Ovul stansiyalari oralig'ida yangi temir yo'l o'tkazgichi qurilishi boshlandi. Uzunligi qariyb 24 metr bo'lgan ko'prik mavjud temir yo'l kesishmasi o'rnini egallaydi. Inshoot foydalanishga topshirilgach, transport oqimida tirbandliklar kamayishi kutilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakat bo'ylab aholiga yanada qulaylik yaratish, yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilish kun tartibining asosiy masalasiga aylandi. Natijada odamlarni yillar davomida qiynab kelgan muammolarga yechim bo'ladigan loyihalar ko'lami kengaymoqda. Ayniqsa temir yo'l va avtomobil yo'l kesishmalarini yo'l o'tkazgichlar bilan almashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Zangiota va O'rta-Ovul temir yo'l stansiyalari oralig'idagi qurilish ham ana shu ishlarning davomi bo'lib, aholining hayotini yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Qurilishimizda boshlanishdan asosiy maqsad aholiga qulayliklar yaratish. Bu loyihamizning umumiy qiymati 59 milliard 200. Bu ishni tezroq tugatish uchun hamma ishlar amalga oshirilyapti. Bu qurilish tizimimiz hozir shunaqa darajada yangilanganki, hamma narsa tizimli raqamlashtirilgan. Odamlar xursand, juda mamnun. Temir yo'lni bu tomon ko'chirish uchun 1 km 200 temir yo'l izlarimiz olib kelib hozir o'rnatishlar bo'lyapti. Bizlar rejalashtirgan grafik bo'yicha hozirgi kunda 2 kun oldinda ketyapmiz. Ko'rib turgan kranlaringiz uqlatishni kran hisoblanadi, temir yo'l uqlatka qiladi. Undan keyin bizlarning maxsus texnikalarimiz bor. Shebin, demak, temir yo'l izlariga chaqi toshlarni tashab, uni jipslashtirib, o'ynamaydigan qilib beradigan texnikalarimiz, o'zimizning maxsus rezinalarimiz bor. O'sha texnikalar asosida ishlarni amalga oshiryapmiz. Biza bu qurilishda bunday tezkor, shiddat bilan tugatishimiz asosiy omili bu prezidentimiz bizga bergan ishonchi, qo'llab-quvvatlashi. Juda aholi zinch yashaydigan hudud. Bu yo'limizda 40 dan ortiq yo'lovchi poyezdlari qatnashi va yuk poyezdlarining qatnashi hisobidan kun davomiylik ochilish, perez ochiq turishligi soati 6 soatga boradi. Bu aholimizni kayfiyatiga ta'sir qiladi. Hozirgi kunda esa aholini muammolari yechilyapti. Bu prezidentimizning bizga to'g'ri yo'nalish, to'g'ri talab qo'ygani hisobidan deb o'ylayman. Ha, odamlarning asriy orzulari ushalyapti. Loyiha natijasida vaqt tejaladi, yoqilg'i sarfi kamayadi, haydovchilar va yo'lovchilar uchun xavfsizlik darajasi oshadi. Shu bilan birga hudud ichidagi qatnov yengillashib, kichik biznes va yuk tashish jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi O'zbekistonni shukuhi Zangiotada dolzarb bo'lgan bir muammoni yechilishida shiddat bilan ishlar ketyapti. Mana boshlanganiga arzimagan vaqt bo'lmasdan mana shuncha ishlar qilindi. Uni qoshida turgan avvalambor prezidentimizga xalqimiz nomidan ming rahmat aytamiz. Har doim tirbandlik, o't o'chiruvchi mashinalar yoki tez yordam mashinalari soatlab mana shu tirbandlikda turib qolardi. Muammomiz hal bo'ldi, bardavom bo'lsin. Bu texnikalarni ko'ryapsiz. Bu yerda yo'q, texnikani o'zi yo'q. Shunaqa shiddat bilan ketyapti ish. Xalqimiz ham xursand juda ham. Hammani kayfiyati zo'r. Tez orada bitirib beramiz deyapti. Bu tadbirkorlarga ham juda foyda keltiradi. Chunki bu yerda bizda tadbirkorlar juda ham ko'p. Mana mashinalar, har xil yuk mashinalari o'tadi. Bu katta vaqtni tejashga sabab bo'ladi. Loyiha natijasida uzunligi 23 metrdan ziyod bo'lgan ko'prik ishga tushadi. Avtomobillar poyezd o'tishini kutib qolmaydi. Harakat uzluksiz davom etadi. Eng asosiysi bu hududda tez-tez yuzaga keladigan tirbandliklar kamayishi kutilmoqda.